Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun konfliktlarni boshqarish fanidan konflikt signallari mavzusini sizlarga taqdim etamiz. Bu mavzumiz bo'yicha rejalarimiz quyidagicha. Birinchi reja konflikt signallari va konfliktning to'la namoyon bo'lishi. Ikkinchi rejamiz konflikt signallari inqiroz tomonlar orasidagi tanglik, tushunmovchilik, hasadgo'ylik va boshqalar. Uchinchi rejamiz konflikt vaziyat va konfliktga oid holatlarni hal etish. Konfliktning boshqarishni ko'rsatadigan signallarni kuzatish pedagogik jihatdan muhim. O'qituvchi amaliyotda konfliktli vaziyatni tahlil qilishda voqeaga real yondoshish kerak. O'qituvchi konflikt signallarini sezmasa, ziddiyatli vaziyat davom ettiraveradi. Uzoq davom etadigan shaklga kiradi va jamoa hayotiga salbiy ta'sir qiladi. Bugungi kunda nizolar pedagogikada e'tirozsiz qoldirib bo'lmaydigan va unga alohida e'tibor berish kerak bo'lgan juda muhim hodisa sifatida qaralmoqda. Jamoa ham, shaxs ham nizosiz rivojlana olmaydi. Ziddiyatlarning mavjudligi normal rivojlanish ko'rsatkichidir. Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, ziddiyat bu shaxsiy munosabatlarning umumiy qabul qilingan me'yorlar bilan to'qnashuvi natijasida paydo bo'ladigan keskin vaziyat hisoblanadi. Boshqalar konfliktni odamlarning o'zaro ta'sirlanish holati yoki ikkala ziddiyatli tomonlar tomonidan bir-birini istisno qiladigan yoki erishib bo'lmaydigan maqsadlarni ko'zlashi yoki o'zaro munosabatlarida mos kelmaydigan qadriyat va me'yorlarni amalga oshirishga intilish holati odamlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bilan tavsiflanadigan bunday qarama-qarshilik deb ta'riflaydilar. Har qanday o'quvchilar guruhida o'rta maktab o'quvchilarida juda murakkab psixologik muhitni yaratgan hodisa, ayniqsa tanqidiy vaziyat sifatida o'tkir hissiy tajribalar bilan bog'liq bo'lgan yechilmaydigan ziddiyat sifatida, ya'ni subyekt o'z hayotining ichki ehtiyojlarini anglay olmaydigan holat hisoblanadi. Konfliktni boshqarish, uning rivojlanishi, bashorat qilish va uni hal qilish bu pedagogik faoliyat uchun o'ziga xos xavfsizlik texnikasi hisoblanadi. Konfliktni hal qilishga tayyorgarlik ko'rishning ikkita yondoshuvi mavjud. Birinchisi, mavjud ilg'or pedagogik tajribani o'rganish, ikkinchisi nizolarning rivojlanish qonuniyatlari va ularni oldini olish va bartaraf etish usullari haqidagi bilimlarni o'zlashtirish hisoblanadi. Talabalar ziddiyatlarga pedagogik aralashuvning muvaffaqiyati o'qituvchining pozitsiyasiga bog'liq kamida 4 ta pozitsiya bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Ulardan biri konfliktga avtoritar aralashuv pozitsiyasi hisoblanadi. Ikkinchisi bartaraflik pozitsiyasi. Uchinchisi konfliktdan qochish pozitsiyasi. To'rtinchisi konfliktga maqsadga muvofiq aralashish pozitsiyasi hisoblanadi. O'qituvchining 4-chi pozitsiyasidagi harakatlari nizoni boshqarish imkoniyatini beradi. Psixologik va pedagogik konfliktologiyaning nazariy tahlili quyidagi dastlabki xulosalarga olib keladi. Tushuntiriladigan qarama-qarshilik ko'pincha konflikt markazida yotadi va konfliktning o'z konstruktiv halokatli bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning aksariyati talabalar o'rtasidagi nizolardan ehtiyot bo'lishadi. Konfliktlardan qo'rqmaslik kerak, chunki ular tabiiydir. Yosh xususiyatlarga qarab, o'spirinlar o'rtasidagi nizolar noodatiy va odatiy hodisa. Muloqotda yuqori hissiy issiqlik ko'pincha nizolarga olib keladi.
Ziddiyatning sababi birovning men so'zi bo'lishi mumkin. Plastik konflikt kiselleratsiya to'qnashuvlar olib kelishi mumkin. O'qituvchilar konfliktni yo'q qilish uchun shunchaki aralashishi tavsiya etiladi. Chunki o'spirin o'zini, do'stini, tarbiyaviy jamoasini bilishga yordam beradi. Konfliktga aralashishdan oldin uning paydo bo'lish sabablarini bilish kerak. Aks holda aralashuv pedagogik jihatdan salbiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Nizoli vaziyat va nizo boshqarish mexanizmlaridan mohirona foydalangan holda ta'lim ta'sirining samarali vositasiga aylanishi mumkin. Ijtimoiy pedagogik o'spirinlar ziddiyatini muvaffaqiyatli boshqarish uchun chuqur maxsus bilimlarga muhtoj. Konfliktlarni nafaqat obyektiv, balki subyektiv sharoit ham boshlashi mumkin. Obyektiv holatlarga pedagogik jarayonga bog'liq holda ozmi ko'pmi mustaqil ravishda mavjud bo'lgan narsa va ziddiyat potensialini yaratadigan narsa kiradi. Subyektiv sharoitlar bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish darajasini uning ishtirokchilari tomonidan vaziyatning ziddiyat darajasidan xabardorligini, ularning axloqiy va qadriyat yo'nalishlarini tashkil etadi. Ijtimoiy pedagogik ular ham guruhlar o'rtasidagi munosabatlarda ham shaxslar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu guruh nizolar munosabatlar sohasidagi buzilishlarga asoslanadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.